Obunachilarim sizlarga bir dim ajoyib yerdan, zo'r yerdan 5 qavatli binoni 3-qavatında bir xonali kvartira topdik. Euro remontdan chiqqan, yashalma remontdan chiqqandan keyin berimiz lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, berimiz 6-mikrorayon, ya'ni Urologiyaning orqa tomonida. Mehribonat tel ili yandan kelsanglar, arxiv tarafdan yetkazsanglar ham bo'ladi. Berimiz güneş işlerimiz, demir işler ham bo'lgan, yaxshisidan. Girişimiz bilan koridorimiz keng, ne bir dekorativ panellarni asib qo'yib berib turamiz, relativ. Bir yan tarafımızda ise sanazörümüz joylashgan. Sanazörümüz remontdan chiqib chiroyli turibdi. Hem toza qo'yilgan, eshiklar ham endi eshiklardan qo'yilgan, yig'ilmayapsizmi? Bu yanimizda esa yurtlarimizni oshxonamiz. Oshxonamiz ham katta, shu bir uголокlarni qo'yib o'tirib choy ichadigan singlar ham bo'ladi. Bu yanimizda daraxtlar o'sib turibdi. Svejiy воздух kelib turibdi. Bu yanımızda ise esası xonamiz, hurmatli obunachilarimiz. Yurtlarimiz şimdi Eurostilda remont etilgan. Uylarimiz ham chiroylisidan zo'r nurlangan. Restoranlarimiz ham chiroylisidan perdelarni chasib bo'lgan. Yurtlarimiz bu yan tarafida televizorli zonalarimiz ham butun bo'lishgacha ishlangan. Oyoq tiylarimiz gilinmalarcha döşalib turibdi, hurmatli obunachilar. Joyimizning narxini keladigan bo'lsak, joyimizning narxi avval rakam bir chiqardik buni. Endi arzonlatib chiqaratamiz. 320 million so'mdan joyimizning narxi. Tak, her gelişeden yere bakıp hemen. Şu videomuzu yakınsa bir like basıp koşun unutmayın. Patlayacaksa bu şeyden çıkmasın. Ekranda numarlarını çıkarıp koyalım. Kimde kim kızıtırsa şu ekranda numarları bize tutarız da. Yatabarışın rahmet emmeye.